Assalomu alaykum, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Ko'ziluvchi otim manga ish qilib, menda SMS kechadan beri tinmayapti. Meza kremni hamma narxini, sostavini, qanaqa yuzlarga tushadi deb so'rab yotishibdi. Qizlar narxi 300 ming turadi, lekin 300 mingga 10 barobar arziydigan krem, chunki ichida polniy peptid, oqartiruvchi, увлажнение, питание, namlantiradigan, poralarni yopadigan, tonizni oqartirib, polniy увлажнение berib, даже makiyajni tagidan ishlatsanglar ham ba'zi kerak emas, uni ishlatadigan bo'lsangiz, yaltillatib, taranglashtirib, cho'tka qilib beradi. Yaqinda 3 kunmi, 4 kun oldin ham bitta klientim kelib aytibdilar. Peshonada 3 tami 4 ta skladka bo'lgan edi. Chuqur edi farangiz, o'tga filler qo'yish kerak deb aytuvdi, lekin mana shu kremingizdan anchadan beri foydalanaman, baribir muolajadan tashqari uhod beraman deb har bitta odamga. O'sha skladkani 3 tadan bittasi qoldi, u ham o'zi yoyilib ketgan. Вообще zo'r krem, просто odamlar tushunib ishlatsa bo'ldi deb odzivlar rosa ko'p berishgan. Odzivlar tiqilayotibdi, Telegram kanalga qo'yganmiz, o'sha yerdan ko'rsangiz bo'ladi.